Milliy qadriyatlarimiz va tarixiy merosimiz bu har bir xalqning o'ziga xos madaniy, an'anaviy va tarixiy boyliklarini anglatadi. Bu qadriyatlar bizning o'zligimizni, ijtimoiy va madaniy hayotimizni shakllantiradi hamda jamiyatimizning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Milliy qadriyatlarimiz o'zi nima? Milliy qadriyatlarimiz xalqimizning ko'plab asrlar davomida shakllangan hayotiy tajribalari va madaniyatining mahsulidir. Ularga quyidagilar kiradi: millatimizning tili va adabiyoti. Tilimiz va adabiyotimiz milliy kimligimizni saqlashda asosiy vositadir. O'zbek tili va uning boy adabiy merosi xalqimizni birlashtiradi. An'analar va urf-odatlar. O'zbek xalqi qadimdan o'zining an'anaviy urf-odatlari, to'y va marosimlarni qadrlagan. Har bir milliy bayram va an'ana o'ziga xos mazmunga ega. Mehmondo'stlik va oilaviy qadriyatlar. O'zbek xalqining mehmondo'stligi, oilaga bo'lgan hurmat va qadriyatlari jamiyatni birlashtiruvchi omildir. San'at va musiqiy meros. O'zbek xalqining musiqa, raqs va qo'shiq san'ati ham milliy qadriyatlarimizning ajralmas qismi hisoblanadi. Bu san'atlar nafaqat odamlarni xursand qilish, balki ularning ruhiy dunyosini ham boyitadi. Tarixiy merosimizga keladigan bo'lsak, tarixiy merosimiz o'z ichiga qadimiy shaharlar, tarixiy yodgorliklar va tarixiy obida va tarixiy xotiralarni oladi. O'zbekistonning tarixiy merosi butun dunyo bo'ylab tanilgan va qadrlanadi. Qadimiy shaharlarimizdan Samarqanddagi Registon ansambli, Bebuxonim masjidi, Go'ra Amir maqbarasi, Shohzunda kabi tarixiy obidalarimiz, Buxorodagi Minora-i Kalom, Ulug'bek madrasasi, Abdulazizxon madrasasi, Mir Arab madrasasi kabi tarixiy obidalar va Xivadagi Ichanqala, Dishanqala, Muhammad Rahimxon 2 madrasasi, Muhammad Aminxon madrasasi hamda Nurullobay saroyi kabi tarixiy obidalar va shaharlar xalqimizning boy tarixi va madaniyatini namoyon etadi. Bu shaharlar ko'plab buyuk mutafakkirlar va olimlarning vatani bo'lgan. Tarixiy yodgorliklardan Registon maydoni, Shohizinda, Buxoro madrasalari va minoralari, Xiva Ichanqalasi kabi tarixiy obidalar dunyo merosi ro'yxatiga kiritilgan. Tarixiy shaxslarimiz Amir Temur, Alisher Navoiy, Beruniy, Ibn Sino kabi buyuk ajdodlarimizning hayoti va faoliyati xalqimizning tarixi va madaniyatini shakllantirgan. Arxeologik yodgorliklar, qadimiy davrlarga oid qazishmalar va yodgorliklar bizga o'sha davrlar haqidagi ma'lumotlarni yetkazadi. Bu yodgorliklar shuningdek qadimgi sivilizatsiyalarni va ularning madaniy meroslarini anglatadi. Milliy qadriyatlar va tarixiy merosning bugungi kundagi ahamiyati. Milliy qadriyatlar va tarixiy merosimizni saqlab qolish, rivojlantirish jamiyatning kelajagi uchun juda muhimdir. Ular nafaqat bizni birlashtirib, o'zligimizni anglashimizga yordam beradi, balki yosh avlodni ma'naviy va madaniy jihatdan tarbiyalashda ham katta ahamiyatga ega. Buning uchun tarixiy obidalar va an'analarni saqlash, xalqning madaniy merosini qadrlash zarur. Shuningdek, milliy qadriyatlarimizni global miqyosda tanitish, ular orqali xalqaro madaniy almashinuvlarni rivojlantirish o'zbek xalqining jahon miqyosidagi o'rnini mustahkamlashga yordam beradi.